Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Bugun 11 ayning 21 kuni. Yaqinda buyon Amerika davlati Xitoy bilan bo'lgan harbiy tirkishishda ikki cho'ng natija qozongan. Birinchi cho'ng natija bo'lsa, yaqinda Kanadada echilayotgan Halifax harbiy munbiri degan yig'inda Amerika olam bo'shliq muavin bosh qo'mondoni e'lon qilib deydiki, Amerika davlati Amerikaning muhim bo'lgan bir qancha shirkatlari bilan rasmiy to'xtamlashib, Xitoyning ovozdan tez bo'lgan yuqori suratlik boshqarilgan bombalarni to'sash qalqon sistemasiga munosabatli qurollarni yasab chiqib, Xitoyning harbiy kuchiga taqobil turadiganligini jakolabdi. Demak, Amerika davlati bu qurollarni yasab chiqqandan keyin yanala olam bo'shliqdagi harbiy jihatda Amerika davlatining quvvat va texnik iqtidori yanala yuqori turdi degan gap. Xitoy davlati bilan tirkishishda qozongan ikkinchi bir cho'ng natija bo'lsa, Amerika davlati Xitoy armiyasining Arab birlashmasida ilib berayotgan maxfiy shaklda barpo qilayotgan harbiy bazasini to'xtatib etgan. Bu haqiqatan bir cho'ng natija. Oldi bilan biz Kanadada echilayotgan Halifax munbar yig'ini degan bu yig'in har yilida bir qitim echiladigan bo'lib, bu yig'inning echilayotganiga hozir 13 yil bo'libdi. Bu yig'in dunyo bo'yicha eng yuqori darajalik harbiy ishlar va harbiy ishlar bexatarlik munbar yig'ini bo'lib, bu yig'inga muhim deb qaralgan har qaysi davlatlarning davlat mudofaa ministrlari, yuqori darajalik harbiy generallar, davlat bexatarlik organining birinchi qo'l boshliqlari, Tayvanning bexatarlik ishlariga mas'ul xodimlari qatnashgan. Bu yuqori darajalik harbiy ishlar munbiri yig'inga yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh raisi To'lqin Aysa, Tibet sürgündü hükümetining mas'ullarimi qatnashgan. Bu yig'inning asosliq salmog'ini oladigan yanala Amerika davlat armiyasining mas'ullari bo'ladi ekan. Amerikaning Hindi Tinch okean rayonlariga mas'ul bo'lgan harbiy generalining deyishicha, butun dunyodagi demokratiya davlatlari birlashib Xitoy davlatiga taqobil turish hamda jiddiy qarashni talab qilgan. Bu bosh generalning deyishicha, Xitoy davlatining hozirgi plani bo'lsa 2027-yilga kelganda harbiy kuch va texnik jihatda Amerika davlati bilan teng darajada bo'lish va Amerika davlati bilan o'tirib qo'pishda barobar bo'lish saviyasiga cho'qim yetishgan. 2050-yilga borganda harbiy kuch va har jihatda Xitoy davlati o'zini birinchi o'ringa qo'ymoqchi ekan. Ya'ni dunyoning xo'jasi bo'lmoqchi ekan. Bu maqsadga yetish uchun Xitoy davlati hozir qadam bosqich bilan planlarini ijro qilib yetibdi. Masalan, Janubiy dengizga ko'plab orol yasash, Tayvanga harbiy tahdid qilish degandek dunyoga tinchsizlik vaziyatini bag'ansiri shakllantiryapti. Shunga dunyoning hozirgi jiddiy masala bo'lsa, Xitoy hokimiyatiga jiddiy taqobil turish ekan. Yig'inning asosliq mazmuni ikki nuqtaga bo'lingan bo'lib, birinchi nuqtasi bo'lsa, qanday qilganda butun dunyodagi muhim bo'lgan davlatlar harbiy jihatda jiddiy ittifoqlashish. Ikkinchi mazmuni bo'lsa, qanday qilganda hozirgi Xitoyga taqobil turish masalasi ekan. Amerika olam bo'shliq muavin harbiy generaliniki yig'inda deyishicha, Xitoy davlati bilan Rossiyaning ovozdan tez yuqori suratlik boshqarilgan bombalari Amerika davlatiga nisbatan yuqori o'rinda turdi ekan. Uning ustiga Xitoy davlati bu yil yozda ovozdan tez yuqori suratlik boshqarilgan bombani qo'yib berib, yer sharini bir aylangandan keyin nishonlagan nuqtaga to'g'ri yetib berib, zarba beribdi. Bu vaziyat Amerika davlatini jiddiylashtirib yetibdi. Xuddi Sovet ittifoqi tunji qitim sunniy hamroni olam bo'shlig'iga qo'yib bergan bir vaziyat qayta takrorlanibdi. Rossiya shimoliy muz qutb rayonida bir parxoddan yuqori suratlik boshqarilgan bombani qo'yib berib, nishonlagan nishonga natijalik tekkizibdi. Mana shunday vaziyat ostida olam bo'shliq armiyasining muavin bosh generali Amerika davlatining eng yuqori darajalik ilg'or fan texnik shirkatlari bilan to'xtamlashib, yuqorgi vaziyatga taqobil turish uchun ilg'or qurollarni yasab chiqish ishini boshlabdi. Undan boshqa Amerika Kengash palatasining a'zosi Vic Ependim Wall Street gazetida e'lon qilgan maqolasida Joe Biden hukumati cho'qim Tayvanni qo'g'dash harbiy strategiyasida mujmal harbiy strategiyasini qo'llanmay, Tayvanni qo'g'dashda aniq bo'lgan harbiy strategiyani o'tirib qo'yish kerak. Agar bundaq aniq bo'lgan harbiy strategiyani qo'llanmasa, Amerika bilan bo'lgan ittifoqdosh davlatlarning harbiy sohasiga nisbatan umidsizlik bir vaziyat yuz berdi degan.
Xitoyning Tayvanga tuyuqsiz hujum qilishining oldini olish kerak va bu masalaga jiddiy qarash kerak deb Halifax munbar yig'iniga yuqorqi maqolni ulgatib e'lon qilgan. Amerika davlati Xitoyning harbiy kuchlariga taqobil turishda qozongan ikkinchi natija bo'lsa, Amerikaning Wall Street gazetida e'lon qilishicha, Arab Birlashma Davlati bilan Xitoy davlatining munosabati intayin yaxshi bo'lgan bo'lib, Xitoy hukumatı Arab Birlashma Xalqlik davlatining poytaxti Abu Zabining 50 kilometr keladigan bir parxod portini ijara olgan bo'lib, bu harbiy portda Xitoy hukumatı maxfiy shaklda harbiy baza qurishni boshlab etgan. Bu yil beshida Amerika davlati bayqab qolgan. Lekin Arab Birlashma Xalqligining mas'ul xodimlari bilmaslikka silib olgan. Aslida Arab Birlashma Xalqligi Amerika davlati bilan yaqin do'stlik munosabati bo'lgan bo'lib, harbiy ishlarda to'xtam, kelishim nomalar tuzilgan ekan. Yaqinqi bir qancha yildan buyon Xitoy davlati Arab Birlashma Xalqlik davlatiga intayin cho'ng mablag' solgan bo'lib, dengiz qo'ltiq rayonidagi eng cho'ng mablag' solg'uchi va dengiz qo'ltiq davlatlaridan chiqqan neftning eng cho'ng iste'mol bo'lg'uchisiga aylangan. Xitoyning O'rta Sharqdagi ta'siri bag'ansiri kuchaygan. Xitoy davlati mush munosabat bilan Arab Birlashma Xalqligining ijara olgan dengiz portida maxfiy harbiy ishlarni kuchaytgan. Amerika davlati yil beshida bu masalani bayqab qilib, Arab Birlashma Xalqlik davlatining bilmaslik silib olgan amaldorlari bilan ko'p qitim ko'rishib, diplomatiya jihati bo'lsin va boshqa jihati bo'lsin, Arab Birlashma Xalqlik davlatiga besim qilish orqali Arab Birlashma Xalqligining amaldorlari amalsizlikdan Xitoy hukumatining Arab Birlashma davlatida qurayotgan harbiy bazasini to'xtatgan. Xitoy hukumati mo amalsiz barpo qilayotgan harbiy bazasini to'xtatgan. Yaqinda Arab Birlashma davlatiga ziyoratga bormoqchi bo'lgan Amerika davlat mudofaa ministriga va'da bergan hamda bu masalani cho'qim hal qilib, Xitoyning Arab Birlashma Xalqlik davlatida harbiy baza qurmasligiga va'da bergan. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.